Bu Oltintepadan Peshoboddan shundoq o'tsang, bu yerda o'zi piyodalar yo'lachasi bo'lishi kerak, lekin piyodalar yo'lachasi yo'q. Bu video Toshkent tuman mutasaddilariga. Qachon bu piyodalar yo'lachasini yo'lga qo'yasizlar? Mana bu katta yuk mashinalar yo'lni yuzini egallab olgan. Qachon buni oldirasizlar? Qachon qaraysizlar? Qachon? Qani piyodalar yo'lachasi nega yo'q? Nega yo'q? Svetofor oldida piyodalar yo'lachasi nega yo'q? Toshkent tuman mutasaddilari qatga qarayapsizlar sizlar? Qatga qarayapsizlar? Kim bu yerga qaraydi? Kim bu yerga javobgar shaxs? Kim? Hamma o'zidan soqit qiladi. O'tga borish kerak, bu yerga borish kerak deb. Qani kim qaraydi? Nega qaramayapsizlar? Nega bu yuk mashinani oldirmayapsizlar? Piyodalar qiynalyapti. Yosh bolali kelinlar o'tadi, ayollar o'tadi, yosh katta nuroniylar o'tadi. Poliklinikaga olib boradi bolalarini, bog'chaga olib boradi bolalarini. Qiynalyapti oddiy aholi. Oldiringlar mana bu yuk mashinalarini hammasini yo'lni ochib qo'yinglar. Piyodalar yo'lachasini. Qani o'zi yo'q u piyodalar yo'lachasi. Nega qaramayapsizlar Toshkent tuman mutasaddilari? Chiqinglar xonanglardan, bunda aynalinglar, kelinglar, ko'ringlar Sabzavot bilan Oltintepaning yo'lini o'rtasini.